Baxtiyor hoji, ibodatlar zo'r bo'lyapti. Bu bozorga qachon boramiz? Qanaqa bozor? Kaki. Hoji keldiga bozorlik qilamiz-ku. Qanaqa hoji keldi? Sani birinchi marta umraga kelishing-ku, ertaga borganingdan keyin odamlar ziyoratimga kelishadi, Baxtiyor hoji. 3 kun eshik ochib mehmon kutasan. 3 kun 30 kilomi, 40 kilomi guruch damlab osh qilib borasan. Obro'li mehmonlarga shu yerdan sovg'a olishing kerak. Xo'jayin kelib qolishi bor, hokim kelib qolishi bor, bilib bo'lmaydi. $20 sovg'adan kamida qilib qolishing kerak. Bunaqa pul yo'q. Voy pas. Undan nima umraga kelasan? Qarz ol. Qolgan bundoq oddiyroq mehmonlaringga o'zimizdan Chorsudanmi, Urizordanmi 15 mingga qarindoshlaring olib qo'yishgan bo'lishadi. O'shalarni berib borasan. Ikkita rado ol, arablarikidan. Oppoq. Mehmonlarni kuzatishda kiyib turasan. Hojakasan axir. Ey, bizda sovuq-u. Endi nima qilib sovuq bo'lsa, kim sani qishda umra qilsin debdi. Kiyasan. Hoji, afarmiliyonchi tanishlaring bormi? Yo'q, unaqa tanishlar. Gaplashib beraymi? Zo'rlari bor. Hoji akalar, bitta qo'shnimi kelini tug'mayotganda Makkadagi kaptarlardan qolgan haligi bug'doydan yesa tug'armish, shu rostmi? Makkai Sano degan gulam bor. O'shani quritib choy qilib ichsa ham farzandli bo'larmish. Ixlos qilish kerak. Ixlos. Chalg'imaylik. Baxtining hoji keldisini gaplashaylik. Baxti, seni tanishing ko'p. 200 tacha stul kerak bo'ladi. Gal Eronni zirasidan ham bir 10 kilo topish kerak. Zira nimaga? Kelganlarga berasan 50 grammdan. 20 kilogramm xurmo. Esdan chiqmasin. Uydagilarga aytib qo'y. Poyondozi ko'chani boshdan solsin. Ko'chani boshdan emas, mahallani boshdan soladi. Ko'chani boshdan solsa bo'ladi, Baxti. Mahallani boshdan soladi. Nimaga ekan? Endi ko'chani boshdan solsa bo'ladi-ku shu. Mahalla raisi shu hayondoz qilmanglar degandi-da. Raising bekor aytibdi. O'zi ham umradan kelganda mahallani boshdan solgan. Shuning uchun mahallani boshdan soladi. Stop. Nima? Shu sizlar aytgan narsalarni qilmasam, umram qabul bo'lmay qoladimi? Yo'q. Bo'lishi mumkin. Mana misol uchun, hoji, to'xta, men zo'r tushuntiring. Men to'rt marta kelganman. Hojim, Baxtiyorjon. Sanchi buni mazasini, kayfini bilmaysan-da. Buchi, qayerga borsang hurmat bilan kutib olishadi. Hojim keling, hojim to'rga o'ting, hojim duo qilib bering, hojim boshlab bering. Kayf-ku bu. Asadbek hoji. Двукратный hoji.